2024-yilda The Journal of Sports Behavior nashri ma'lumotlariga ko'ra shunday tadqiqot o'tkazilgan. Sportchilarni umumiy taktik, texnik, jismoniy va sog'lig'iga, ayniqsa psixologik tayyorgarligiga salbiy ta'sir qiladigan eng katta xavfli holat aniqlangan. Bu xavfli holat qiziq tomoni 90% sportchilar bu xavfli holatni doimo o'zlarida aytaylik keltirib chiqarishadi. Bu narsaga o'zlariga ruxsat berishadi. Bu nima ekanligini bilasizmi? Ha. Balki o'ylab topgan bo'lsangiz kerak. Bu scrolling. Ya'ni shunchaki bema'ni, bemaqsad telefondan foydalanish. Shunchaki telefonni shunday qo'lingizga olasiz, ichiga kirib ketasizda va shunchaki varaqlayverasiz. Ayniqsa TikTok, Instagram yoki YouTube kabi ijtimoiy tarmoqlarni shunchaki varaqlayverish bu scrollingga kiradi. Va scrolling nimasi bilan xavfli? Agar siz muhim musobaqadan oldin, mashg'ulotdan oldin 20 daqiqa yoki yarim soatgacha scrolling bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, shunchaki maqsadsiz, bir ma'nisiz, shunchaki telefonni olib, unga kirib ketib, turli xil videolarni ko'radigan bo'lsangiz, siz 3 ta narsani trenirovkada va musobaqada butkul yo'qotasiz. Birinchisi diqqatni jamlay olish qobiliyati. Diqqatni jamlay olish qobiliyatini agar siz yarim soat shunchaki telefonda turli xil videolarni, kontentni maqsadsiz tomosha qilib o'tiradigan bo'lsangiz, diqqatingizni jamlay olish qobiliyatingizni juda katta qismidan bir xohlamagan holatda qutulib qolishingiz mumkin. Va bu qutulish sizga musobaqada, ayniqsa trenirovkalarda to'liq diqqatingizni jamlab, 100% o'zingiz imkoniyatlaringizni amalga oshirishingizga xalaqit beradi. Ikkinchisi, qaror qabul qilish sekinlashadi. Juda ham ko'p sport turlarida sportchi juda ham tez qaror qabul qilish kerak. O'sha millisekundlarning ichida bir nechta qarorlarni qabul qilishga to'g'ri keladi. Va siz qanchalik sekin qaror qabul qiladigan bo'lsangiz, shunchalik ko'p imkoniyatlarni qo'ldan boy berasiz. Va siz o'yindan oldin yarim soat, 20 daqiqa scrolling bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, shunchaki telefonda bema'ni, bemaqsad tarzda o'tiradigan bo'lsangiz, qo'pol qilib aytganda, siz qaror qabul qilishingizni shunchaki sekinlashtirib qo'yasiz va oqibatda musobaqa bo'ladimi, trenirovka bo'ladimi, o'zingiz xohlagan qarorlarni tez va ekstremal ravishda chiqara olmay qolasiz. Va uchinchisi, eng yomon, o'zingizga ishonch kamayadi. O'zingizga ishonch kamayishini men hozir mexanizmini tushuntirib beraman. O'zingizga ishonch qachon kamayadi? Sizda energiya tanqisligi yuzaga kelganda. Chunki energiya tanqisligini sizda scrolling yuzaga keltirib qo'yadi. Juda ham ko'p holatda. Unutmanglar, hurmatli sportchilar, bizni miyamiz tanamizdagi eng ko'p energiyani sarf qiladigan organ. 70% gacha tanamizdagi energiyani sarf qiladi. Ya'ni sizni tanangizdan, qo'l, oyoqlaringiz, ko'zingiz va boshqa tana a'zolaringizdan ko'ra eng ko'p tanangizdagi quvvat miya iste'mol qiladi. Shundan kelib chiqqan holatda siz nima qilasiz scrolling qilayotganda? Albatta miya ishlaydi, miyaga nagruzka tushadi va miya eng muhim kerakli quvvat manbalarini tez-tez ishlatib tashlaydi. Va biz miyaga aytolmaymiz, hozir men bu quvvat manbasini hozir ishlatib qo'yma, chunki hozir men musobaqaga chiqaman, hozir men o'ynayman, hozir men trenirovka qilaman deb miyaga aytolmaymiz. Miya bu narsani tushunmaydi. Miya o'ziga kerak payti, ya'ni unga sal nagruzka tushiradigan bo'lsangiz, u quvvatni ishlatib tashlaydi. Scrolling shunchaki bema'ni, bemaqsad, men o'tirib olib hech nima qilmayman, dam olaman deb o'ylaganimizda siz scrolling orqali tanangizdagi quvvatni dahshatli tarzda ishlatib qo'yasiz. Va siz keyin o'yinga chiqasiz, musobaqaga chiqasiz, trenirovkaga chiqasiz, qarabsizki negadir quvvat yo'q. Negadir siz o'zingizga ishonmayapsiz. Negadir sizni kuchingiz yo'q. Sababi siz shunchaki o'sha scrolling orqali tanangizdagi quvvatni ishlatib qo'ygansiz xolos. Hurmatli sportchilar, bugungi video siz uchun muhim bir eslatma, muhim bir tavsiya sifatida o'zingizni psixologik tayyorgarligingizni oshirishda rol o'ynashi kerak. Agar siz
scrollingda davom etadigan bo'lsangiz, maqsadsiz, ma'nosiz shunchaki telefonga kirib, uni varaqlashda davom etadigan bo'lsangiz, o'zingizni nafaqat psixologik tayyorgarligingiz, balki sog'lig'ingizni ham sekin-sekin zararlab borasiz. Bironta bir mashhur topoviy darajadagi sportchini eshitganmisiz, ko'rganmisiz? U har doim musobaqadan oldin yoki trenirovkalardan oldin yarim soat TikTok ko'rardi. 15 daqiqa Instagramni varaqlardi yoki 10 daqiqa YouTube'ni varaqlardi va shuning uchun u katta muvaffaqiyatlarga erishdi degan bir fikrni qayerdadir uchratganmisiz? Yo'q. Chunki har qanday topoviy sportchilarni o'zini katta musobaqalardan, trenirovkalardan yoki o'yinlardan oldin qiladigan o'zini rituallari bor. Va u rituallar faqatgina u sportchiga xos bo'lishi mumkin. Sizga bir nechta tavsiyalarni aytib o'taman. Aynan misol uchun zerikadigan bo'lsangiz, hayajon, qo'rquv, xavotir bo'ladigan bo'lsa, mana shularni o'ziga xos ravishda bir telefon orqali men chiqarib tashlay olaman deb o'ylasangiz, xato qilasiz. Uni o'rniga sizga boshqa narsalarni tavsiya qilaman. Birinchisi, shunchaki aytaylik, musobaqa jarayonida siz qilmoqchi bo'lgan muvaffaqiyatli yoki siz xohlagan, o'xshashini xohlagan xatti-harakatlarni ongingizda vizualizatsiya qiling. Shunchaki ko'zingizni yuming va ko'z oldingizdan hamma narsa o'xshayotgan holatni keltirishni, muvaffaqiyatli sizni xatti-harakatlaringizni sahnalarini ko'z oldingizda keltiring. Ko'z oldingizda taktikani vizual ko'rib chiqing. Texnikalaringizni muvaffaqiyatli bajarayotganingizni ko'z oldingizda tasavvurda ko'rib chiqing. Mana shu narsa sizni albatta muvaffaqiyatga olib boruvchi yaxshi musobaqa oldi ritual bo'lishi mumkin yoki trenirovka oldi ritual bo'lishi mumkin. Va o'z navbatida siz o'zingizni xatti-harakatlaringizni ham anglaydigan xatti-harakatga aylantirasiz. Ikkinchisi, musiqa eshiting. O'zingiz xohlagan, o'zingizga yoqadigan, siz uchun bir yaxshi kayfiyatni, yaxshi energetikani beradigan musiqalaringiz bo'lishi mumkin. Shunday musiqalardan albatta foydalaning. Musobaqa oldi vaziyatlarda ularga ko'proq urg'u bering. Uchinchisi, sizni bir yaqin, qo'llab-quvvatlaydigan yoki suhbati shunchaki sizni diqqatingizni chalg'itadigan yaqin insonlaringiz bo'lishi mumkin. Jamoadoshlaringiz bo'lishi mumkin, do'stlaringiz bo'lishi mumkin va ularni shunchaki suhbatidan bahramand bo'ling. Maza qilib o'yin, musobaqa yoki boshqa narsalar haqida emas, dunyo haqida, hayot haqida bir qiziqarli suhbatlarni amalga oshiring. Bu sizni psixologik tayyorgarligingizni yanada yaxshilaydi. Yaxshi suhbat har doim insonga yaxshi quvvat beradi. Musiqa ham insonni quvvatlantirishi juda ham ko'p tadqiqotlar asosida isbotlangan. Vizualizatsiya bo'ladigan bo'lsa, sportchilarni psixologik tayyorgarligini mustahkamlashning eng muhim omili. Hurmatli sportchilar, agar bugungi berilgan tavsiyalarga amal qiladigan bo'lsangiz, siz psixologik jihatdan eng kuchli sportchiga aylanasiz. Chunki 90% sportchilar bugungi kunda scrollingga kirib ketishgan, telefonga mukkasidan ketishgan, ijtimoiy tarmoqlarga tobe bo'lib qolishgan va ular katta ehtimol bilan musobaqalarga, trenirovkalarga charchoq bilan chiqishadi. Ularni esa agar biz birgina scrolling odatidan bir voz kechadigan bo'lsak, bizni ularga nisbatan yaxshigina ustunligimiz yuzaga kelishi mumkin. Siz bilan sport psixologi Akobir Abdullayev bo'ldi. Albatta, bugungi videoda berilgan tavsiyalarga amal qiling, ularni ko'rib chiqing, ularga iloji boricha rioya qilishga harakat qiling. Shunda siz katta muvaffaqiyatlarga, katta natijalarga o'zingizga katta yo'lni ochgan bo'lasiz. Agar video yoqqan bo'ladigan bo'lsa, like bosish, uni yaqin do'stlarimizga, sportchi do'stlarimizga, murabbiylarga bo'lishni unutmang.